qulub uni saqlabdi. Bir mezgildan keyin ochquch qaytib ketdi. Lekin qulub ichilmabdi. Chunki qulub datlashib ketgan ekan. Qalb qulublandi. Yurak tiqildi. U shu chog'da xo'sh deb ketib qolgan edi. Hamda uni ichishga qurbon yetmadi. Amaliyotda u ilgirki holatida emas edi. Men o'zgarmadim. Muhit o'zgardi. Men burunqidek. Biroq do'stlar o'zgardi. Men shu biti. Ammo yuragim o'zgardi. Men hamisha kimlarnidir yo'qotib qo'yishdan ansiraydim. Asli kim mendan ayrilib qilishdan ansiraydi deb o'ylab boqmagan ekanman. Odam umrida nurg'un odamga uchraydi. Biroq yiningizda haqiqiy qoldig'ini qanchalik? Qalb hamisha qaynayotgan qozondek qiziqtirmaydi. Hissiyot necha ig'iz gapga kelib qoldigan tilimchilarga berdigan sadiqa emas. Odam bilan odamni bog'lab turdig'ini ana shu kichikkina yuraklar. Sen bütün ishlarni üst-üstiga keldi deb o'ylashing mumkin. Bu kunlar nimishqa mening beshimga keladi? Men nim degan talaysiz deyishim. O'zingni tushundigan birma odam yo'q deb o'ylashing mumkin. Balkim sening to'g'ridir. Hatto sen ko'rsatgan kunlar sababidan boshqalar ayiblik bo'lishi mumkin. Ammo hayotning sana yaşatqanlari va sen uchratgan odamlari tasodifiylik emas. Hayot hamisha sendan bir narsalarni o'rganishingni ham his qilishingni kutadi. Va sening ko'rishingni xohlagan narsalar yoshirindir. Balkim necha yillargacha ko'rmaysan. Shu taqda o'zingga bir yaxshilik qil va xush bo'lay. Hamda yashaganlaringga ochiqlanma. Qayta zarlanma. Chunki zarlangan kabi ranjishlar uchun his qilgan nafrating hamisha zimmangda yuk bo'ladi va seni har kuni qiynaydi. Afu qil. Hayotning sana o'rgatmoqchi bo'lganlarini ko'r. Uni o'rgan. Qo'yib ber. Hayot sana xohlaganini yashatsin. Ammo aslo voz kechma. So'ygingdan va hayotdan.